Do'stlar, aksiyani jinnisi bo'lyapti ekan. Bitta darvozadan 9 million so'm o'tib berishyapti ekan. Qarang, ko'rib turgan darvozalarning 28 million so'mga tayyor bo'lgan ekan. 9 million o'tib berishyapti ekan. O'shanda 19 million 500 ming so'm atrofida bo'lyapti ekan. Bundan tashqari darvozalarni polniy skidga qo'yib yuborishgan ekan. 100 dollardan 9 million so'mgacha o'tib berishyapti ekan. Hozir videomiz oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, birma-bir qaysi darvozaga necha puldan o'tib beryapti, to'liq ma'lumotni akamizni olamiz. Assalomu alaykum aka. 9 million so'm o'tib beryapsiz aka darvozadan. Eng ko'p 9 million, eng ozi 100 dollardan xudo xolasa 1 million 200 ming so'mdan o'tib beryapmiz. Aka 17 ta darvozani aksiya qo'yganmiz. Birma-bir ma'lumotlarni berib o'taman, qisqa qilib xudo xolasa. 17 ta darvozaga skidga bo'lgan, shunday aka. 1,5 million so'mdan 9 million so'mgacha o'tib beryapsiz. Razmeri tushib qolsa bo'ldi aka. Skidga narxida beramiz. Yangi tayyorlangan darvozalarimiz ma'lumotini ham bir qator berib o'taman aka, xudo xolasa. Yangi tayyorlanganlarga ham ma'lumot beriladi. Hozir shu ko'rib turgan darvozalarimiz uyiga tushib qoladigan bo'lsa, skidkada olishaveradi, bemalol. Ha, shunday aka, mana yurtdoshlarimiz to'g'ri tushunsin. 17 ta darvozamiz tayyor razmerda, chiqay o'nlamagan, reklama uchun qilingan, skidkaga qo'yganmiz. Yangi tayyorlangan darvozalarimiz narxi ham xudo xolasa qulay narxda qo'yganmiz aka. Bir qator qisqacha metallari yangi tayyorlangan narximiz va tayyor shu skidga tushgan narx haqida ma'lumot berib o'tib ketaveramiz aka. Bu masalan birinchisidan boshlayveramiz. Shundan boshlayveramiz aka. Bundan oldin bitta arzon variantni ko'rsatib o'tib ketaylik aka. Arzon varianti ham bor. Yangi chek qurayotganlarga, arzonroq bo'ladiganlarga qarang. Razmer eniga 3,5, balandligi 350 razmerda 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Lislari bir uch, taglari обязательно shivillar, stoyka profillari 8 ga 6 1.7 bo'lgan. Skidkalar aka 530 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. 530 ming so'm 3,5 razmerda. Tushadigan bo'lsa bo'ldi. Xo'p, keyingi darvozamiz 2026-yilning boshidan bir 2024, 2025 umuman trenddan tushmagan, 2026 dan o'ta trendga ketayotgan taraf fason darvozamiz. Qisqacha metallar haqida ma'lumot beraman. Stoykalariga shivilli, past qismi shivillar, ichki profillar 6 ga 1.8 tenga. Listlarimiz 1.8 plyusovda polni shumkali holatda tayyor bo'lgan aka. Razmerlari yana 390, balandligi 350, tepalarini skvajna havo uchun setkalarni qilib berganmiz. Xohlasa ochiq, xohlasa yopiq qilib beramiz. Xohlasa yopiq. 1 kvadrat metrni aka 1 million 250 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetkazib o'rnatib beramiz. Buyurtma asosida xohlagan razmerlarni xudo xolasa. Mashinasini zakaz hozir, mana shu turishini nech puldan qilib beradi? Xo'p, aka bu darvozani o'sha 1 million 250 ming so'mdan kvadrat metri O'zbekiston bo'ylab tayyorlab ustanovka qilib bersak, skidkada 1 million so'mdan qo'ydik. O'p summasi 18 million 200 ming so'mga to'g'ri keladigan darvozamizni 14 million so'mga xudo xolasa razmer tushsa beraveramiz aka. Shu darvozamizga ko'rib turganlar 4 million so'm skidga qilib yuborishdi. Xo'p, aka keyingi fason darvozamiz Inamarka Sheder fason. Yurtdoshlarim juda yaxshi bilishar, juda trendda turgan darvozamiz. Razmerlari eniga 3,5, balandligi 3,5 plus 2 yoniga 30 sm, tepaga 40 sm nalichkalarni qo'shganmiz. Xo'p, aka buni ham xohlagan razmerlarda 1 kvadrat metrni 1 million 450 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 1 million 800 ming so'mdan 1 kvadratini qilardik. Tayyorlash narxini ham 1 million 450 ming so'mga tushirib qo'ydik. Skidkada 1 million 200 ming so'mga tayyor razmer tushadigan bo'lsa beraveramiz. Shunda o'p summasi 28 million 700 ming so'm bo'ladi hisoblaganda. Skidkada aka 19 million 100 ming so'm chiqyapti. 19 million so'mga olib borib ustanovka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Ya'ni o'zi bu zakazga 1 million 800 ming so'mdan 1 million 800 ming so'mdan qilinayotgandi, lekin 1 million 450 ming so'm tushirib qo'ydik. Ya'ni buni turishini ham skidga qilib yubordingiz keyin. Shunday aka. Tayyor razmer tushib qolsa bo'ldi. 9 million so'm skidga. Bunisiga-chi, bunisiga qanaqa? Xo'p, keyingi darvozamiz aka, skromniy, oddiy variant xohlovchilar uchun qalin bo'lsin, oddiy bo'lsin, narxi qulay bo'lsin degan akalarimiz uchun 1 kvadrat metr 1 million 100 ming so'mdan tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Listlari 1.8, stoykalar 10 ga 10, brus profildan foydalanganmiz. 2,5 stenka bo'lgan. Taglari 10 lik shivillardan foydalanilgan aka. Kraskalari Devo kraska, kraskalariga garantiyasiga keladigan bo'lsak, tayyor darvozamizda ham, yangi tayyorlaydigan darvozamizda ham 3 yildan 5 yilgacha joyiga qarab garantiya beramiz. Bizda 10 yil, 15 yil degan narsa yo'q, gapni gapirmaymiz, borini bor, yo'g'ini yo'q aytamiz aka. Xo'p, skidkalarga 1 kvadrat metrga 900 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. Ya'ni realniy garantiya berilar ekan-da, 3 yildan ofto salqiniga qarab turib garantiya beriladi. Shunday aka, shu misol quyosh kamroq tushadigan, yomg'ir misol usti yopiq joylar bo'ladigan bo'lsa, ko'proq garantiya beramiz aka. Quyosh suv yengadi-da, to'g'risi gap. Bundan tashqari tevalarini o'sha lazerda kesib beringizsa, buni ham qilib berilaveradi. Bemalol aka, misol rangini o'zgartirish kerakmi, xudo xolasa, misol boshqa rang qilib ber deyishadimi, tepalarini ochiq yoki qanaqadir o'zgartirish kiritish kerakmi, qilib beraveramiz. Va narxida razniya o'ynamaydi, xudo xolasa aka. Juda ham zo'r. Xo'p, bu fasonimiz qanaqa? Aka, bu fasonimiz shtampovishni variant. Shumkali bo'lsin, narxi qulay bo'lsin degan akalarimiz uchun shumkali variantdagi darvozamiz. Eniga 3.45, balandligi 3,5 razmer. Tepalarni ochiq qilganmiz, xolos yopib qilib beraveramiz.
polni darvoza utublonli holatda tayyor bo'lgan budjetli variantdagi darvozamiz. 1 kvadrat metr 950 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab tayyorlab uстановка qilib beramiz. Shumkali holatlarga metallari, stoykalari, shiveller, pachinali, shandir, listi 1/3lik orqa oldi. Orqa ko'rinish tekis holatda, darvoza polni utublonli holatda bo'ladi. Zamoklarni ham turechki stimul zamokdan qo'yib beramiz. Skidkadagi 750 ming so'mdan shu darvozani kvadratiga pul sanab berishaveradi aka, xudo xolasa. Ko'rib turgan darvozalaringning hammasi yangi o'rnatilmagan, даже mana ruchkasigacha qo'yilmagan. Olib borib uстановка qilingandan keyin ruchkalarni joyini teshib turib qo'yib berishadi. Shunday aka. Xo'p, bularimiz qanaqa endi? Xo'p aka, chaqmoq fason darvoza, xudo xolasa, shtampovishni budjetli variant xohlovchilar uchun aka, misol arzonroq variantdagi darvozamiz aka. Eniga 315, balandligi 350 razmerda, stoykalar 8 ga 6 burayt, pastlari shivilli, ichki profillar 6 ga o'tib, listi 1/3lik aka. Devo kraska, xudo xolasa, matviy holatda chiqarilgan 1 kvadrat metrni 670 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab tayyorlab uстановка qilib beramiz. Skidkadagi 550 ming so'mdan pul sanab berishadi. 550 ming so'mdan Xuddi shunday berishadi. Bunga juda ham zo'r. Xo'p, bularimiz qanaqa endi? Afsona fason darvozamiz aka, xudo xolasa. Darvoza ideallik cho'tki holatda tayyor bo'lgan. Darvozamiz haybatiga ham bitta e'tibor qilib qo'yishadi. Eniga 390, balandligi 350 razmerda, ichini o'zini razmeri. Undan tashqari 30 sm ikkita yonida, tepada 40 sm nalichkalarni qo'yganmiz. Nalichkalarga ham nerjikalarni qo'yib, chiroyli qilib mehrda berilgan, xudo xolasa aka. Darvoza polni 1.8 plyusovli listdan bo'lgan, stoykalar 10 ga 10, 2,5 stankalar foydalanilgan aka. 1 kvadrat metr 1 million 350 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab tayyorlab uстановка qilib beramiz. Skidkada 1 million 100 ming so'mdan pul sanab berishaveradi, xudo xolasa. 1 million 100 ming so'mdan Xuddi shunday aka. Ko'rib turganlaringdek, o'nday nalishkalargacha nijabekadan foydalanib turib, juda ham chiroyli fason berib berishgan ekan. Shunday aka. Oddiy nalishka qilinmagan, figuralariga ham, xudo xolasa, qo'ng'iroqlariga ham bitta e'tibor qilib qo'yishadi. Ideal holatda qilingan aka. Juda ham skromniy va haybatli chiqqan. Xo'p, skatchalarimizni ham skidga qo'yib yuboramiz aka. Misol skatchalarimizni nechta qo'yib yuboramiz skidkaga? Mana shu kunlarda aka 4,5 million 5 million so'm sotilgan skatchalarimiz 3,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida, vodiydan tashqari joyga dastlabkasi kelishilgan holatda ishlarni bitirib beraveramiz aka. 3,5 million so'mdan juda ham zo'r. Xo'p, endi aka bu yerda budjetli variant xohlovchi akalarimiz uchun budjetli variantdan keng assortimentdagi darvozalarimiz bir ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, yangi uy qurgan aka-ukalarimiz uchun qaranglar, budjetli varianti juda ham ko'p, har xil razmerda bor. 100 ga razmeri tushib qoladigan bo'lsa, o'sha skidkada shu 17 tadan mana shu davomi bo'ladi. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir bulardan ham skidkadagi narxlarni aytib o'tamiz. Bunimiz necha pulga chiqyapti endi? Xo'p, razmer aka, eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr, fason, high-tech fason darvozamiz, skromli variantda, ruchkalar ham o'ziga yarasha chiroyli qo'yib qo'yganmiz aka. Darvozamiz listlari 1/3, taglari shiveller, stoykalar 8 ga 6 1/7. Turechki zamoklari bilan xudo xolasa yetkazish, o'rnatish barcha xizmatlari ichida 670 ming so'mdan, skidkada 550 ming so'mdan qo'yganmiz. O'p summasi 5 million 800 ming so'mga borib uстановка qildik. 5 million 800 ming so'mga uyga tushib qolsa bo'ldi. Bo'ldi aka, shunday. Juda ham zo'r. Xo'p, high-tech fasonda aka tepasi lazerli holatdagisi, bu lazersiz holatdagi darvozamiz. Ha, eniga 345, balandligi 350 razmerda bo'lgan 1 kvadrat metr, buni ham 670 ming so'mdan tayyorlab uстановка qilib beramiz aka. Hop, skidkalar 550 ming so'mdan qo'yganmiz, xudo xolasa aka, kraskalariga, nerjikalariga, ruchkalariga, xullas aka, kачествосiga bitta e'tibor qilib qo'yishaveradi aka. Tijorat qildirib qo'ymaymiz. Nejabekalar zanglamaydigan bo'ladi, nejabeka o'zi zanglamaydigan material bo'ladi, do'stlar. 3 yildan 5 yilgacha xudo xolasa garantiya berishadi. Xuddi shunday aka. Xo'p, Dubai gibrid darvozamiz aka. Eniga 315, balandligi 360 razmerda bo'lgan aka. 365 razmerda bo'lgan. Xo'p, darvozamiz o'rta qismiga Dubai qo'yilgan, chetlariga kichkina high-techdan qo'yilgan. Undan tashqari bu joyga nerjikalarni ishlatib, tepalariga lazerdan ham foydalanilgan. 1 kvadrat metr aka 720 ming so'mdan tayyorlab uстановка qilib beramiz shu darvozamizni. Skidkada aka 600 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. Razmer tushib qolsa bo'ldi. Bunisiga 600 ming so'mdan zakaz qiladigan bo'lsa 720 ming so'mdan yana aloqachi qilsa hamma darvozamizni ozmoz yo'lini qilib chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz aka. Xudo xohlasa kanalimiz nomidan chiqsalaring ozmoz skidka qilib berishadi, zakaz beradigan bo'lsalaring. Bu fasonimiz ham neobishli chiqqan ekan. Xo'p, aka eniga 380, balandligi 350, ranglariga bitta e'tibor qilib qo'yishadi. Xudo xohlasa ideal rangda qilingan aka. Darvozamiz gibrid darvoza, chetlariga Dubai, o'rtalariga high-tech, ruchkalarni ham chiroyli qilib qo'yganmiz. Tepalari ochiq holatda, xolasa yopiq qilib beriladi, aytib o'tilganda. Taglari shiveller, listlari 1/3lik aka. 1/3lik dang'ir-dong'ir qilmaydimi degan yurtdoshlarimiz uchun xudo xolasa buni ham ovoz chiqmaydi, bexijolat varianti. Skidkada aka 550 ming so'm buyurtma qilaman deysa, bu darvozani razmeri menga to'g'ri kelmadi, yangi tayyorlab bergan. Mono razmerda yoki 1,5 metr kattaroq deysa, 670 ming so'm O'zbekiston bo'ylab tayyorlab uстановка qilib beramiz. Lazerlari necha lista bo'ladi? Lazerlar 0.8 lista bo'ladi aka, undan qalinni pashti hech kim ishlatmaydi, to'g'risiga. Eng qalin 0.8 ishlatadi darvozachilar aka. Bizga chiqadigan metall ham xuddi shunday chiqadi. Xudo xolasa aka,
Metallar ham o'zimizning qo'limizda. Avans masalasiga keladigan bo'lsak ham, bu haqida ham ma'lumot berib o'tib ketayki, misol aytaylik shu darvozamiz 8 million 700 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bizga 500 ming so'm avans berishadi. Darvozani olib borib ustanovka qilamiz. Biz mahsulotimiz qabul qilib olishadi. Ishni yakunlaganimizdan keyin qolgan pulni sanab berishaveradi. 25 millionlik darvozaga ham 1 million so'm avans bersa bo'ladi aka, xudo xolasa. Ya'ni bunaqa ko'p avans olinmas ekanda, yarim pulini tashlab bering. Bunaqa narsalar yo'q aka, xudo xolasa. Nima desa bo'ladi? O'rtada ishonch bilan, hurmat bilan ishni bitiramiz aka. U kraskaga keldik, pul tashlab bering, 30% berasiz. Baloyda battar degan gap so'z u. Bitta dogovor bo'yicha qoladi aka. Tapchanlarimiz ham bor aka, xohlovchilar uchun. Bularimiz tapchalarimiz hech Ha, ozgina changi e'tibor qilishimiz sababi yo'lni bo'yidamiz aka. 3.2,5 razmerda standart bo'lgan aka. Buni narxi aka 2 million 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Vodiydan tashqari joyga kelishilgan holatda shu turish aka. Razmerga ham yasab beraverasiz aka. Aytgan razmerlarni aytgan stillarda yasab beraveramiz aka. Xo'p, keyingi fason darvozamiz aka. Taraf fason darvozamiz o'rtasiga arkali qilib chiqarganmiz aka. Xo'p, razmerlar eniga 360, balandligi 350 razmerda bo'lgan. 1 kvadrat metrni 650 ming so'mdan tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Skidkalar 550 ming so'mdan qo'yib yubordik aka. 550 ming so'mdan. Xuddi shunday. Aloqa chiqishaveradi. Xo'p. Taraf fasonda juda ham chiroyli chiqargan do'stlar. Qayta fason darvozamiz 3,5 razmerda 1 kvadrat metr 670 ming so'm, skidkalar aka 550 ming so'mdan bunga ham aloqa chiqishaveradi. 550 ming so'mdan bunga ham. Xo'p, bu yerda aka Dubai fason darvozamiz bor. Razmeri eniga 330, balandligi 3,5 razmerda 1 kvadrat metr 670 ming so'mdan tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Skidkalar aka 550 ming so'mdan bu darvozamizga ham pul sanab berishaveradi. Xo'p, keyingi darvozamiz aka. Keyingi darvozamiz gitara fason deyiladi aka, bu darvozamiz ham bu ham skromniy variantdagi eniga 4 metr, balandligi 3,5 metr razmerda bo'lgan 1 kvadrat metr aka. 600 ming so'mdan tayyorlab O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Skidkalar aka 530 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. 530 ming so'mdan skidkada pul sanab Xuddi shunday. Do'stlar, hozir ko'rib turgan joylarimiz u olib sotar emas, o'zlari ishlab chiqarishadi. Hozir sexiga yetib kelganmiz do'stlar. Buni yo'lda bo'yida sexlari joylashganligi uchun tashqariga olib chiqib qo'yishgan. Buni reklama uchun olib chiqilgan. Bularni ham hozir skidkaga qo'yib sotib yuboramiz deyapti. Yangicha fasonlardan yangisidan chiqarib qo'yamiz deyapti. Ko'rib turganlaringdek mana o'zlari shu yerda ishlab chiqarishadi. Bemalol aloqaga chiqsalaring, arzon narxlarda bemalol qolganlarga solishtirib ko'raverasizlar. Bunaqa narxlar xudo xolasa hech kim qilib bermaydi. Xudo xolasa shunday. Namangan Jidagapada turibmiz. Namangan viloyati 3 tumani Jidagapa qishlog'i Andijon Namangan magistral yo'l bo'yida aka, xudo xolasa Norindaryo ko'prigiga yetmasdan Andijondan kelishdi. Bu tarafdan kelsa Namangan taraf, Norindaryo ko'prigidan o'tishdi. Darvozadan tashqari bizda aka kachela, tapchan, kazirok, barel, panjara, xudo xolasa temir mahsulotlari hamma ishni qilamiz aka. Aloqa chiqishaveradi. Xo'p, imo, WhatsApp, Max aka, Telegramlarimiz bor. Misol musofirda yurgan birodarlarimiz aloqa chiqsa, polni katalogini tashlab beramiz. O'zimiz borib razmerlarni o'lchaymiz, o'zimiz olib borib ustanovka qilib beramiz aka. To'patoroq ekranda nomerda aytib o'tganlaridek hamma nimalari bor ekan. Telefon qiladigan bo'lsalaring, o'zlaring birorta darvoza ko'rgan bo'lsalaring ham rasmini tashlaydigan bo'lsalaring, xuddi shunday qilib yasab berishaveradi. Zakaz qiladigan bo'lsa, necha kun ichida yasab berasiz? Aka, ruchnoy работа darvozalarimiz 1 oy sro'ga olamiz, xudo xolasa hozirgi kunda. Shtampovishni budjetli variantdagi darvozalarimiz uchun aka 15 ga 17 ga sro'ga olamiz. O'sha oralarda borib darvozalar ustanovka bo'linadi aka, xudo xolasa. Zo'r. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, arzon narxlarda chiroyli qilib darvozalarni dastavkasini ichida qilib o'rnatib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obitizdan uzoqlashmaysizlar. Bitta-bittadan like tugmasini bosib ketinglar. Sizlarga bundan-da qizaloq kontentlar chiqarib boramiz.